Assalomu alaykum, jonzot ishqibozlarni. Mana baliq ishqibozlariga yangi mahsulotlar. Bular akvaringlar keldi. Mana akvaringlarni kichkinasi bizda kam qoluvdi, olib kelib qo'ydi. Bu akvaring. Bu baliqlarni ovqati keldi mana. Har xil o'zini ko'rimlari. Va bu nima? Ovozni mana eshitasizlarmi? Mishiqchalar o'ynaydigan mana to'pi. Itlarning to'pi keldi. Keyin hozir baliq ishqibozlariga o'zini manaqa podsvetkalari keldi mana. Tumal akvaringga qo'yadigan podsvetkalari keldi. Yonadigan. Yana nimalari keldi? Mana undan keldi. Uni ham so'rashuvdi, zakaz berishuvdi. Koptalardan olib kelib qo'ydik. Baliq tutadigan, keyin asosiysi baliqlarimiz keldi. Mana koptasi bor. Ko'ryapsizlarmi? Ko'ya baliqlari vashilar. Mana bular ham ko'ya baliqlari bor. Yangi sariq svetda mana koptalar bor. O'zimiz baliq, mana ko'yani ham koptasi. Mana shu variantlar keldi. Yana ko'p narsalar kelgan. Bu taxtalali nimalari keldi. Tagliklari, kanareykalar ovqatlari, bu idishlar, vitaminlar, ko'chada qapaslar.